Yangi Voyaq Free Apollo Tech sotiladi akalar. Salonni hidi ketmagan qaranglar. Ruschalari bor. 11800 yurgan. Ofitsialni dillerdan 2025-yilda 40500 ga olingan. Hozir ham 40500 bu mashina. Orqalarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Voyaq Free Apollo Tech 318 ikkita motorlik pnevma podviskalari bor. Eng fulli ofitsialni diller, bilasizlar, garantiyalari ham bor. Qora rangda, arzonchiroq Apollo Tech so'raganlarga zo'r variant. Chetlarida ham kameralari bor. Fulli xullas. Top toza mashina, hech qanaqa ishi kamchiligi, defekti yo'q mashinani. Michelin balonlarda nimalari bor aytganda 256 km turda 1000 km dan oshiq 1200 shunaqa benzinda yuradi. Xo'p, ofitsialni dillar 40500 ga olingan, 2025 ga 25 hamma yog'i. Narxiga kelayotgan bo'lsak, 34600 srochniga pul kerak bo'lib qolgani uchun 34600 ga qo'yib beraman. O maza qilib minib haydab yana shu pulga sotayotganlar bo'lsa bosib yuboringlar.